Makkalar iyundiki. Horoz 15 sentyabr. Hozir qo'shib qo'ydim. Ikkovi Makkaga. 1-2 kun bo'ldi chaqirganiga. Chaqiruvdi ikkovi Makkaga qo'shib qo'ydim. Iyunda chiqqan Makkalar. Makkalar tuxumga kirdimi? Tug'yapti Makkalar. Ikkovini jup tortuvdim. 7 kilo 800 mi keldi. Osma tarozda ikkovini bitta so'mkasi olib tortuvdim. Hozir 3,5 kilo tepasida ekan. Xotiravaruvdi nima bo'ldi? 3,5 kilo bemalol bosdi tarozda. Mah.